O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i vatanimiz sha'ni, xalqimiz or-nomusi, milliy o'zligimiz timsolidir. Bayroq bu baland tepaliklarda hilpirab turuvchi mato emas. U 1000 yillik tariximizning ruhi, ajdodlar duosi, ertangi kunimizga bo'lgan ishonchimiz mujassamidir. Hurlikni ulug'lab hilpirar mag'rur. O'zbek iftixori vatan bayrog'i, yashaydi millatlar do'st inoq masrur, sajdagoh makondir oltin tuprog'i, karvonin boshlaydi dovyurak sarbon, murodli manzilga aziz qalbini, ko'rsamdir yurtini jannatiy makon, bag'ishlab eliga umri qalbini, kechdi bu zamindan mangu berdilar, Kubrolar, Timurlar shavkati shoni, bir bayroq ostida birlashdi el-yurt, bir bayroq ostida yashnadi zamon. Istiqloldan keyin ajdodlar tug'in, yangiladik ni tong, erk bo'ldi qarov, baxt tantanavor boshimiz uzra, xalqimiz timsoli, milliy bir yalov. Davlat bayrog'ini asrab-avaylash, hurmat qilish har birimizning muqaddas burchimizdir. Bayrog'i baland bo'lgan xalqning ruhi ham baland bo'ladi. Biz bugun bayrog'imizni yuksak ko'tarib, ertaga yanada yuksak marralarni zabt etamiz. Shuning uchun ham keling, qalbimizda bir umr shunday iftixor tuyg'usi bilan yashaylik. Bayrog'imiz hilpirab tursa, yurtimizning ham kelajagi porloq bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.